Quymishdagi yemirilishlarda asha chop sohasida og'riq bo'lishni boshlaydi. Achishadi. Tushunyapsizmi? Yutug'ingiz semiz bassiz. Vesi misol necha kilosiz? 62. Bir xil ekanmiz. Men ham 65 kiloman. Demoqchiman, 89-yil odamga yomon emas demoqchiman. Shu vesi pastligini hisobiga ham muammo kuchayib ketmayapti. Biz bo'g'imini buklaymiz. Mana endi kelingda tog'a mana. Qarang, oyog'ini mana buklaganimda qiynalyapti ag'i mana. Sizlarni bukladimi? Bu yerda qiyinchilik bo'lyapti, bilyapsiz mana. Tortaman, dumba ham ketib qolyapti mana. O'sha dumba ketmasdan bu suvayni o'z vaqtiga ketish kerak. Endi bu tomonni bo'sh qo'yib, bu tomonni qilganimda bunda jicha bo'lsa ham bor najot. Mana bilyapsiz, mana bunda unaqa holatlar bo'lmayapti. Mana tomografiyalar bo'yicha bellarimizda ozgina grija boshlab qolgan 4-5 bel umurtqamizda mana. 3 bilan 4 da ham jicha boshlab qolyapti. Endi buni og'rig'i bas ekan demoqchiman. Buni og'rig'i bas. Buni og'rig'i faqat o'sha belni yon tomoniga, belni o'rtasiga berishi mumkin xolos. Endi asosiy glavniy muammo bo'lgan narsa o'sha chanoq son bo'g'imida ozgina yemirilish boshlab qolyapti. Endi buni o'sha 1,5 Teslalik tomografiyalar bo'ladi. Tomografiya tushirib ko'rishimiz kerak. Agar kasallikni bosqichi og'ir bosqichi bo'lsa, tomografiyaning hojati bo'lmaydi. Oddiy katta plyonkaga rentgen qilsangiz ham ko'rinaveradi. Sizniki og'ir bosqichi bo'lsa, sizga endi boshlanyapti. Endi boshlang'ich bosqichlarida tomografiya MRT qilib ko'rsak, o'sha son suyagini boshchasi qanchalik yemirilganligini aniqlab olamiz. Mana. Mana bu tomonda e'tibor qilgan bo'lsangiz, mana haqiqatda chanoq son bo'g'imida aseptik nekroz ketyapti. Ko'proq chap tomonlama, o'ng tomonni ham boshlab qo'ygan. Lekin o'sha aseptik nekroz mana ko'rayotgan bo'lsangiz, son suyagini boshchasi bo'ladi. Boshchasini ustida tog'ayli qismi bo'ladi. Aseptik nekrozda ham tog'ayli qismi yemiriladi, ham suvayli qismi yemiriladi. Bu aynan sizni yoshingizdagi insonlarda ko'proq, ya'ni 40 yoshgacha insonlarda ko'proq kuzatiladi. Bunda mexanizmda ham son suyagini tog'ayli qismida, ham suvayli qismida ketganligi uchun bemor tezda oqsonlanib qolishi mumkin. Kasallik qo'qqisdan shakllanib qoladi. Endi davosiga keladigan bo'lsak, davosiga mana bugungi holat bo'yicha sizda operatsiya qiladigan holat yo'q. Mana bugun. Endi yutug'ingiz haligida aytdim, ozg'inligingiz. Ora-orada lechina olib tursangiz, haligi nagruzkali mehnatdan cheklansangiz, orada bir yilda bir marta sanatoriya qilib tursangiz, ovqatlanishda o'sha oqsilga boy preparatlarni, ya'ni oqsilga boy mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilsak, xizmatingizni qilaveradi. Endi misol, endi protez, sun'iy bo'g'im qo'yish masalasi ham eshitgan bo'lsangiz kerak, misol, quymish yemirilishlarda sun'iy bo'g'im qo'yiladi. U ham veshniy bo'lmaydi-da, ya'ni sun'iy bo'g'im qo'ygandan keyin umrbod xizmat qilmaydi sun'iy bo'g'im ham. 5 yilda ishdan chiqib qolishi mumkin, 3 yilda ishdan chiqib qolishi mumkin, 10 yilda ishdan chiqib qolishi mumkin. U narsani kesib olib tashlagandan keyin, u protezni qo'ygandan keyin yana protezni boshqa olib tashlaganda suvaylarda bir butunligi ma'lum darajada o'zgaradi. Ya'ni bilsangiz, oddiy tishimiz ustiga 50 ming so'mlik tishlarni qoplashadi-yu, biz tilla ochish deb turib, masalan, tilla ochishni qoplaymiz-ku. Ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin haligi tishimiz ishdan chiqqandan keyin uni olsangiz qop-qora bo'lib ketadi tishimiz. O'zimizning tishimiz qorayib ketgan bo'ladi. Xuddi o'sha protez qo'yilgan joylar ham xuddi o'shanaqa bo'lib ketadi demoqchiman-da. O'shaning uchun bunaqa holatlarda meni maslahatim faqat orada yaxshi bir o'zingiz ixlos qilgan ortoped travmatologda lechina olib turishingiz kerak. Keyin birinchi o'rinda tushkunlikka tushmasligi kerak. Nimaga? Tushkunlikka. Bir joyga borsa tushkunlikka tushirib qo'yadi-da, quymichi yemirilibdi, odob bo'libdi, 2 yildan keyin protez qo'yamiz deyishadi-da. Shu odamni ichki kechirmasiga ham bog'liq demoqchiman, buni yaxshi bo'lishi. Shuni ham inobatga olish kerak. Pista, bodam, baliq, sutli mahsulotlar, qo'y yog'i, qo'y go'shti, kuskovoy, shashlik, shu narsalarni ko'proq iste'mol qilishimiz kerak. Organizmda qancha quvvati ko'p bo'lsa, organizmdagi anchimchi kasallik ham yengilmaydi. Shuni ko'pchilik bemorlarga biz tavsiya qilamiz. Sizga ham o'shani tavsiya qilyapmiz.